Hozirgi kunda sehr, jodu, hasad, sovuq degan narsalar bizda ko'payib ketganligi uchun ulamolarimiz va xossatan Ibn Hajar rahimahulloh bizga zo'r muolajani o'rgatib ketdilar. Sidir bargi. 7 dona yashil sidir bargi olinadi. Mana shu sidir bargidan sidir bargi maydalab tuyuladi va u suv bilan aralashtiriladi. Mana bu aralashmaga jin, ixlos, falaq va nas suralari o'qiladi. Ya'ni dam uriladi unga. Mana bu tayyor aralashmadan suv bilan yuviniladi, ya'ni g'usl qilinadi. Mana shunday qilingandan so'ng albatta har qanday zarar, har qanday sehr yechiladi degan ulamolarimiz. Muolajasi bor. Faqat biz o'zimiz qiynaymiz xolos. Roqiyaga boramiz, roqiyaga pul beramiz, boshqa qilamiz.